hozir testimizni tahlil qilamiz. Bu yerda avvalgi milliy sertifikat imtihonida tushgan savollarni tahlil qilish rejalashtirilgan. Bu takrorlangan paytida masalan nimalar o'sha g'azallar, ilmiy matn, badiiy matn u joyida takrorlanish kuzatilmaydi. Chunki o'sha bitta ilmiy matn, bitta g'azal, bitta badiiy matn tanlangandan keyin u joyida takrorlanish kuzatilmaydi. Lekin grammatikani savollari bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun grammatikani va o'sha badiiy asar bo'yichagi ma'lumotlarni hozir ko'rib, tushuntirib boraman. Mana bu kommentariyasi ko'rinib turibdi. Mana shu yerda savol bo'lsa, savol yozsangizlar ham bo'ladi. Demak, birinchi testda to'g'ri yozilgan so'zlar va bizlar so'zlarni eslab qolishimiz kerak. A javobda najot baxsh to'g'ri, daromad so'zida oxirida t emas, nima yoziladi? Ruchkan ochmoqman. Demak, mana bu daromad degan so'zimizni oxiri d bilan yoziladi. Mana shuning uchun A javob xato bo'ladi. Umrbod so'zi to'g'ri. Bu da mag'firat to'g'ri, lekin mana bu zulm so'zida l dan keyin m yozilmaydi. Ya'ni o'sha zulm so'zlari ko'p kelib turibdi, hukm so'zlari ko'p kelib turibdi. Mana shu shaklda yoziladi. Taomil degan so'z u to'g'ri. Sida mazkur to'g'ri, hukmdor to'g'ri. Gumbaz so'zida m emas, m gumbaz shaklida yozamiz bu so'zni. Demak, hammasida xatolar ko'rildi, bitta xato bor. D javob to'g'ri bo'ladi. Tazarru, tafovut va inshoot shaklida yoziladi. Keyin imloda eng ko'p keladigan so'zlar mana yozib qo'yaman. Talaf, ikkita a bo'ladi talaf so'zida, keyin mana bu ot. Yoki mana bu yerda hashar ikkita a bilan yoziladi, keyin oxiri ot. Va naqar so'zi ham bor, ikkita a bilan yoziladi, naqar shaklida, keyin mana bu ot bo'ladi. Xo'p, bu so'zlar kerak. Inshootda bo'lsa mana ikkita o bo'ladi. Demak, birinchi test ko'rildi. Ikkinchi testda chiziqcha bilan yoziladigan so'zlar qatorini aniqlang. Demak, bu yerda chiziqcha kerak. Chiziqcha juft so'zlarda va takroriy so'zlarda qo'yiladi. Kinoteatr bu nima? Qo'shma ot bo'ladi, ya'ni bir so'z. Kinoteatr. Shuning uchun qo'shib yoziladi. Xato. Mana bu jimjit deganimiz ham o'zi bir so'z. Kiril yozuvida yozadigan bo'lsak, jimjit ajratib yoziladi, lekin lotin yozuvida qo'shib bitta qilib yoziladi. Qadam ba qadam deganda chiziqcha bilan yoziladi bu so'zimiz, chunki qadam so'zi takrorlanib turibdi, orada ba degan qo'shimcha ham bor. B javobda mana bu tarjimai hol, bu izofa ajratib yoziladi. O'zi mana bu yi qo'shimchalari bilan keladigan izofalar bor, ikkita so'z yi shaklida, bular ajratib yoziladi. Masalan, oynai, jahon, nuqtai nazar, tarjimai hol, bular ajratib yoziladi. To'ppa to'g'ri, endi bu takroriy so'z bo'lgani uchun buni chiziqchasi bo'ladi, lekin mana bu nim pushti qo'shib yoziladi. O'zi nim so'zini qo'shib yozamiz. Nimrang so'zi tushgan, ko'p kelgan nimrang so'zi, keyin nim pushti so'zi ko'p keladi. Ikki holatda ham nim so'zi qo'shib yoziladi. Agar nim yashil bo'lsa ham qo'shib yoziladi. Xo'p. S javobda mana rangorang takroriy so'z bo'lgani uchun chiziqchasi bo'ladi. Vitse-prezident deganda ham chiziqcha bilan yoziladi, juft so'z hisoblanadi. Kilovat soat bu ham juft so'z chiziqcha bilan yoziladi. Demak, to'g'ri javob S. D da ochiqdan ochiq. Agar takroriy so'zlarning orasida dan qo'shimchasi keladigan bo'lsa, bular ajratib yoziladi, lekin chiziqcha bo'lmaydi. Voy voy, bu takroriy so'z bo'lgani uchun chiziqcha bo'ladi. Vitse-admiral so'zi ham juft so'z bo'lgani uchun chiziqcha bilan yoziladi.
o'zi vitse so'zida chiziqcha bo'ladi. Vitse prezident, vitse admiral ikki holatda ham. Demak, bu S javobdagi so'zlarni ko'rdik. Endi uchinchi so'z, uchinchida chizma asosida so'zlarning shakl va ma'no munosabati bo'yicha noto'g'ri ma'lumot. Bizlardan noto'g'ri, xato ma'lumotni so'radi. O'zi bu markazda surat degan so'z turibdi. Surat bu surat rasm degani, rasm. Insonning surati, insonning rasmi. Bundan tashqari surat, rasm, siymo shaklida ham ishlatiladi. Endi birinchida nima deyapti? Och yashil, to'q yashil ajratib yoziladimi? Ular ajratib yoziladi, to'g'ri. Ya'ni o'sha sifatning orttirma darajasini yoki ozaytirma darajasini hosil qiladigan och, tim, jikka, lang, liq kabi so'zlar ajratib yoziladi. Och yashil, to'q qizil, tim qora, liq to'la, jikka ho'l bo'lsa ajratib yoziladi. Faqatgina yuqorida ham aytib o'tdik, nim so'zi mustasno. Nim so'zi qo'shib yoziladi. Nim pushti bo'lsa ham, nim rang bo'lsa ham, nim yashil bo'lsa ham qo'shib yoziladi. Xo'p. Endi birinchida shakldoshi surat deyapti. Bizlarda o'zi surat bu rasm degani. Bizlarda yana bir surat degan so'z yo'q. Bunday so'z yo'q. Shuning uchun bu xato bo'ladi. Chalg'imaslik kerak. Mana bunda paronimi bor. Suratning paronimi tutuq belgi bilan yoziladi. Surat bo'lsa bu tezlik degan ma'noni bildiradi. Tezlik. Shu bilan chalg'ib ketmaslik kerak paronimi bilan. Ikkinchi ko'chma ma'nosi rasm. Yo'q, bu ko'chma ma'no bo'la olmaydi. Surat so'zi bilan rasm so'zi sinonim bo'ladi, ya'ni ma'nodosh bo'ladi. Ko'chma ma'no degan joyi xato. Uchinchida ma'nodoshi siymo, ya'ni uning go'zal surati bor, uning go'zal siymosi bor deb o'sha ko'rinishga ishora qilishimiz mumkin. Bu to'g'ri bo'ladi. Va test ishlaganda ko'pincha shoshilmaslik kerak. Savolda to'g'ri ma'lumot so'raldimi yoki noto'g'ri ma'lumot so'raldimi? Mana shunga biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. 1 va 2 ma'lumotlar noto'g'ri bo'lgani uchun bu yerda to'g'ri javob nima bo'ladi? S bo'ladi. 4-chi test. 4-chi testda nuqtalar o'rniga birinchi so'z yasovchi, keyin lug'aviy, keyin sintaktik qo'shimcha qo'yilishi so'raldi. Birinchi A javobda u o'zining ajoyib g'oyasini amalga oshirish, bu yerda sh, harakat nomi qo'shimchasini qo'yamiz. Harakat nomi qo'shimchasi bu lug'aviy hisoblanadi. Mablag' bilan ta'minlab, bu yerga la qo'shimchasini qo'yamiz. Ta'min bu nima? Ta'min so'zi ot bo'ladi. La qo'shgandan keyin ta'minda nima qil bo'lib fe'l yasaladi, bu so'z yasovchi. Ta'minlab turishga bir badavlat odamni unatdi. Bu yerda t qo'shimchasini qo'ydik. Bu orttirma nisbat qo'shimchasi, bu lug'aviy bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, A javobda sintaktik qo'shimcha kelmadi. B-da to'satdan tog'dan sovuq shamol esdi, k qo'yamiz. Sovi asosi sovi nima qil fe'l edi, k qo'shgandan keyin sovuq qanday sifat? Demak, bu yerda so'z yasaldi. Bilchirab yotgan dalada yoyilib, mana bu yerga il qo'shimchasini qo'yamiz. Bu yoyilib yurgan qo'y qo'zilar bo'lsa, o'zlik nisbat, qo'y qo'zilar o'zi yoyiladi. Nisbat qo'shimchalari lug'aviy bo'ladi. Qo'y qo'zilarning tuyoqlari deb turamiz. Ning qaratqich kelishigi bu sintaktik bo'ladi. Demak, B javobda biz so'z yasovchi ham, lug'aviy ham, sintaktik qo'shimchalarni ham qo'ydik. S javobda yuragi siqilgan Anvar goh o'tirib, goh yonboshlab. Bu yerda la. Yonbosh desak, bu yonbosh qayer? Ot bo'ladi. La qo'shamiz, yonboshla nima qil fe'l yasaladi, bu so'z yasovchi. Muzlab so'zida ham muz nima ot, la qo'shilgandan keyin muzla nima qil bo'lib fe'l yasaladi. U ham so'z yasovchi. Oyog'ini turli vaziyatga solib ko'rar edi. Ga jo'nalish kelishiga u sintaktik bo'ladi. Biz S javobda lug'aviy qo'shimchadan foydalanmadik.
D javobni ham tekshirib o'tib ketamiz u tarafda. Xo'p, D javobda endi senga qadrsizlangan bo'lsalar, demak mana bu yerda lam qo'shimchasini qo'yamiz. Qadrsiz qanday sifat? Qadrsizlan nima qil fe'l yasaydi, so'z yasovchi. Bizning qoshimizda mana bu yerda ning qo'shimchasini qo'yamiz. Bu qaratqich kelishligi sintaktik bo'ladi. Ularning qadr-u qimmatlari yuqori edi, buni bilimdon sinfdoshlaringga aytib qo'y. Bu yerga im qo'yamiz. Bil asosi nima qil fe'l edi, im qo'ydik, bilim nima ot yasaladi. Demak, D javobda ikkita so'z yasovchi, bitta sintaktik qo'yildi. Bu yerda lug'aviy yo'qligi uchun bu javob nima bo'ladi? Xato bo'ladi. Endi 5-da o'zaro ma'nodosh so'zlar so'raldi. Xo'p, mana bu yerda miqyos, o'lcham, ko'lam. O'lcham va ko'lam so'zlarini ma'nodosh qilishimiz mumkin. Masalan, ishning miqyosi yoki ishimizning ko'lami deb ishlatamiz, lekin o'lcham deb ayta olmaymiz. Ishimizning o'lchami deya olmaymiz. O'lcham o'zi u razmer degani, masalan. Bu javobda muazzam deganda, azim deganda ikkalasi ham arab tili nuqtai nazaridan o'sha azim, azam so'zlaridan kelib chiqqan, ikkalasi ham katta degan ma'noni bildiradi. Mana katta. Shuning uchun ular ma'nodosh bo'lishi mumkin. Mana bu qadim so'zi to'g'ri kelmaydi. Bu nimani bildiradi? Vaqtni, ya'ni paytni bildiradi. Xo'p, S javobda xilof, teskari, zid. Ya'ni seni bu ishing menga xilof yoki menga teskari, menga zid deyishimiz mumkin. Bular ma'nodosh bo'ladi va to'g'ri javob S bo'ladi. Endi mana bu D javobdagi yengil, kalta, yuzaki so'zlari ham ma'nodosh bo'lishi mumkin. Faqat bir joyini qaranglar. Xilof, teskari, zid deganlar bular o'z ma'noda sinonim. O'z ma'noda. Lekin kalta, yengil, yuzaki bular o'z ma'noda emas, ko'chma ma'noda sinonim bo'ladi. Ya'ni nutqda, gapni ichida sinonim bo'ladi. Kalta fikrlaydi, yengil fikrlaydi, yuzaki fikrlaydi bo'ladi. Bizdan tepada savolda o'zaro ma'nodosh so'zlarni so'ragan edi. Agar o'zaro ma'nodosh desa, mana bu o'z ma'noda sinonim bo'ladigan so'zlarga e'tibor qaratish kerak. Agar mana bunday ko'chma ma'noda sinonim bo'ladigan so'zlarni so'ramoqchi bo'lsa, ularda nutqda ma'nodoshlik hosil qiladigan so'zlarni toping deb yozadi. Nutqda, kontekstda sinonim bo'lsin deydi. Shunda ko'chma ma'noga e'tibor qaratasizlar. 6-da qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik mavjud emas. Demak, xatolik bo'lmasin. Ada bu narsa uni nayrangboz, aldoqchi, tilyog'lama, maqtanchoq, va'dabozga aylantirib qo'ydi. A javobda xato bo'lmagani uchun biz A javobni belgilaymiz. Endi B javobga qaranglar. Bu yerda to'g'ri so'zli degan xato yozilgan. Nima uchun? To'g'ri so'z bu o'zi sifat. Qanday? Sifatga mana bu sifat yasovchi li qo'shimchasi qo'shilmaydi va bu ortiqcha qo'shimcha hisoblanadi. S javobda g'arazgo'y maqsaddagi kishilar, mana shu yeri xato, g'arazgo'y maqsad bo'lmaydi, g'arazli maqsad bo'ladi, g'arazli maqsad. Agar g'arazgo'y so'zidan keyin mana bu kishilar tursa, go'y to'g'ri, g'arazgo'y kishilar deb ishlatishimiz mumkin. Lekin g'arazgo'y maqsad deyish bu xato bo'ladi. D javobda xush manzarali daraxtlar bo'lmaydi. Chunki xush manzara qanday? Buning o'zi sifat. Sifatga li qo'shimchasini qo'shish mumkin emas. Xush manzara daraxtlar bo'ladi. Li bu yerda ortiqcha hisoblanadi. Demak, o'zi hozirgi kunda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq testlarda mana shu e'tibor qilgan bo'lsangizlar, diagnostik testlarda ham asosiy e'tibor li qo'shimchasiga qaratilib turibdi va li qo'shimchasi nima? Sifatning ustiga qo'shilmaydi. Demak, 7-testda qaysi javobdagi gapda li qo'shimchasi sifat yasashga xizmat qilgan,
va loyiq, sazovor kabi ma'nolarni bildiradi. Masalan, javobda mana bu yerda vaqtli kelgan degan joyi bor. Vaqtli so'zidagi li ravish yasab turibdi. Qay holatda vaqtli? U sifat yasamaydi, o'zi ma'nosida ham payt ma'nosi bor. Bu javobda qiyomatli do'st deganda qiyomatli qanday li sifat yasaydi, lekin u sazovor degan ma'noni bildirmaydi. Qiyomatli do'st degani o'sha qiyomatgacha do'st degani. Ya'ni chegara, vaqt ma'nolarini bildiradi. S javobda mana bu yerda ardoqli mehmon degan joyiga qaraymiz. Ardoqli so'zidagi li ardoqa loyiq, sazovor ma'nolarini bildiradi. Masalan, hurmatli, izzatli desak, o'sha hurmatga, izzatga loyiq degan ma'nolar kelib chiqadi. D javobda vijdonli kishi deganda li qo'shimchasi sifat yasaydi, lekin bu qo'shimcha bu yerda mavjud degan ma'noni bildiradi. Ega degan ma'noni bildiradi. Ya'ni vijdon mavjud va vijdonga ega degan ma'nolar kelib chiqadi. Keyin bu yerda 8-testga e'tibor qiladigan bo'lsak, 8-testda birinchi ma'lumot 3 gapda ham mavjud bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz kerak. Birinchi gapda qo'shma fe'l deyilgan. Qo'shma fe'llarni qidiramiz. Birinchi gapimizda mana bunda hazm qilmoq qo'shma fe'l bo'ladi. O'zi qil, et, bo'l, ayla fe'llari qo'shma fe'lni hosil qiladi. Ikkinchi gapda to'y qilmoq degan qo'shma fe'limiz bor. Uchinchi gapimizda duo qilmoq degan qo'shma fe'limiz bor. Demak, bu yerda birinchi ma'lumotimiz to'g'ri. Ikkinchi, o'zlik nisbatdagi fe'l. Birinchi gapda mana bu yerda maqtanish deganda n qo'shimchasi bor. Maqta, maqtan. Ya'ni o'zi maqtanadi insonni, shuning uchun bu o'zlik nisbat bo'ladi. Lekin mana bu yerda ikkinchi gapimizda fe'llarda, uchinchi gapimizda fe'llarda o'zlik nisbat yo'q. Demak, ikkinchi ma'lumot xato. Agar ikkinchi ma'lumot xato bo'ladigan bo'lsa, A va B javoblar o'z-o'zidan chiqib ketadi. Uchinchi, o'tgan zamon ma'nosidagi fe'l. Birinchi gapda hazm qila olmadim degan kesimga qaranglar, di qo'shimchasi bor o'tgan zamonda. Lekin mana bu ikkinchi gapimizda o'tgan zamondagi fe'l yo'q. Faqat kelasi zamondagi fe'llar qatnashgan. Misol uchun so'kar degan kesimimizda ar kelasi zamon, to'y qilsa deganda sa shart mayli qo'shimchasi doimo kelasi zamonni bildiradi. Shuning uchun uchinchi ma'lumotimiz ham xato bo'ladi. To'rtinchi ma'lumotimiz ravishtoshni qidiramiz. Birinchi gapda yomon demasdan, mana bu yerda masdan degan ravishtoshning qo'shimchasi bor. O'sha may, mayin, masdan qo'shimchalari. Ikkinchi gapimizda bo'lsa, mana bu birinchi bo'lib deganda ip ravishtoshning qo'shimchasi bor. Uchinchi gapimizda mana bu yerda demoq degan fe'lga qaranglar, b ravishtoshning qo'shimchasi bor, demoq. Demak, biz to'rtinchi ma'lumotni ham olamiz. Endi 5-da birinchi shaxs birlikdagi sof fe'l. Sof fe'l deganda biz kesimlarga e'tibor qaratamiz. Kesimlar sof fe'l hisoblanadi. Birinchi shaxsdagi fe'l deyapti. Men kesimga qarab men so'zini qo'yib ko'ramiz. Birinchi gapda men hazm qila olmadim bor. Ikkinchi gapda yo'q. Masalan, so'kar, u so'kar, uchinchi shaxs. To'y qilsa, u to'y qilsa, uchinchi shaxs. Yo'q. Uchinchi gapda bor lekin. Men ergashay. Mana bu kesimda men ergashay. Baribir xato. 6-chi o'timli fe'l. O'timli fe'llarni oldidan ni tushum kelishigini qo'shib aytib ko'rishimiz mumkin. Masalan, birinchi gapda hazm qila olmadim, uni hazm qila olmadim. Ikkinchi gapda so'kar, uni so'kar. Uchinchi gapda duo qilganman, uni duo qilganman deyishimiz mumkin. Demak, bitta o'timli fe'llarni ko'rsatdim. Bu yerda 6-chi ma'lumot ham to'g'ri bo'ladi. 1, 4, 6 bo'lsa, bu yerda mana javob D bo'ladi. Xo'p. Endi 9-chi testga e'tibor qaratamiz. Olmoshlar haqida to'g'ri ma'lumot. Mana olmoshlar. Demak,
Meni kutayotir ajib kelajak. Meni bu kishilik olmoshi, u mening iqbolim, mening baxtimdir. U ko'rsatish olmoshi, mening kishilik olmoshi, 3-qatorda men kishilik olmoshi, kimdir gumon olmoshi, men kishilik olmoshi, kimdir gumon. Demak, olmoshlar belgilandi. Bizga to'g'ri ma'lumot kerak. A javobda kishilik, ko'rsatish va so'roq olmoshlari bor. Ko'rinib turibdiki, so'roq olmoshlari yo'q. Gumon deyishi kerak edi. B javobda olmoshlarning barchasi shaxsni bildirgan. Xato. To'g'ri, masalan, men, kimdir degan olmoshlar insonni, shaxsni bildirishi mumkin. Lekin mana bu yerda u degan olmosh nimani bildiryapti? U. Meni kutayotir ajib kelajak, u mening iqbolim. Demak, biz u deganda kelajak so'ziga ishora qildik. Ya'ni shaxsga emas, mavhum narsaga ishora qilib turibmiz. Shuning uchun bu yerda xato. Kesim vazifasida kelgan olmosh bor. Xato. Olmoshlar bu yerda kesim bo'lmadi. Ni to'ldiruvchi, u kim ega, mening kimning qaratqich aniqlovchi. Mana bu yerda kimdir ko'rajak kesim, kimdir ega. Men aytmagan so'zni kimdir aytajak kesim, kimdir ega. Endi bu she'r bo'lgandan keyin she'rda inversiya bo'ladi. So'zlarni, gap bo'laklarini o'rni almashgan bo'ladi. Bizlar ularni o'rniga qo'yib o'qiydigan bo'lsak, tahlilni qilishimiz osonroq bo'ladi. Bu yerda to'g'ri javob D bo'ladi. Ya'ni olmoshning tuzilishiga ko'ra bir turi ishtirok etgan. Mana shu belgilangan olmoshlarning hammasi tuzilish jihatdan sodda bo'ladi. Qo'shma, juft, takroriy ular yo'q. 10-test. 10-testni nima qilib o'tirmaymiz? Chunki bu tushgan savol emas, o'sha 10-raqamga tuzib qo'yilgan savol. Biz faqat o'sha avvalgi imtihonlarda tushgan savollarni ko'rishimiz kerak. 11-testga qaraymiz. Savollar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda kommentariyada yozsangizlar, uni ham aytib o'tib ketaman o'sha kelgan joyida. Shuning uchun telefonga qarshi qarab turibman. Mazmun va grammatik jihatdan to'g'ri bog'langan birliklarni aniqlang. Mana bu yerda birikma deb xato yozilgan, birlik deyishimiz kerak. Chunki birikma deganda asosan so'z birikmasi hayolimizga keladi. Bu yerda biz birlik deymiz. Ya'ni biz bu yerda so'z birikmasini ham olamiz, egani kesimga bog'lanishi, gapni ham olamiz, yoki so'zlarni bir-biri bilan uyushib kelishi, so'z qo'shilmasini ham olamiz. Hammasini olamiz. Boshladik. O'tgan qisqa vaqt ichida ana shunday yigit-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida akademiyaning a'zolarini rag'batlantirish maqsadida istiqbolli ishlanmalarga ega yoshlarga motivatsiya berish maqsadida. E'tibor qilinglar, mana shu so'zlar uyushib turibdi. Motivatsiya berish maqsadida, rag'batlantirish maqsadida, qo'llab-quvvatlash maqsadida, ya'ni maqsad holi. Nima maqsadda? Bir qator yo'nalishlarda amaliy innovatsion va startap qanday aniqlovchi uyushib turibdi, loyihalarning tanlovlari o'tkazib kelinyapti, ya'ni uyushuq so'zlariga alohida e'tiborli bo'lishimiz kerak. Demak, men bu yerda uyushuq so'zlarni chizib qo'ydim, chunki ular bir-biri bilan teng bog'lanib so'z qo'shilmasini hosil qiladi. Demak, birinchi ega va kesimlarni topamiz. Demak, o'tkazib kelinyapti. Mana bu yerda kesim va kesimga bog'laymiz. Tanlovlari o'tkazib kelinyapti. Loyihalarning tanlovlari, startap loyihalar, innovatsion loyihalar, amaliy loyihalar. Uchalasi ham uyushib kelgani uchun loyihalar so'ziga bog'lanadi. Yo'nalishlarda o'tkazib kelinyapti. Bir qator yo'nalishlar motivatsiya berish maqsadida o'tkazib kelinyapti. Yoshlarga motivatsiya berish, ega yoshlar, ishlanmalarga ega, istiqbolli ishlanmalar, rag'batlantirish maqsadida o'tkazib kelinyapti.
a'zolarini rag'batlantirish, akademiyaning a'zolari qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazib kelinyapti. Yigit qizlarni qo'llab-quvvatlash, ana shunday yigit qizlar qisqa vaqt ichida o'tkazib kelinyapti. Ya'ni bu qisqa vaqt ichida qachon payt holi bo'ladi, payt holi. Shuning uchun asosan kesimga bog'lanadi. O'tgan qisqa vaqt. Demak, so'zlarni bog'ladim, ega kesim ham, so'z birikmasi ham aytib o'tildi. Demak, ana shunday yigit qizlar, birinchi qatorda mana ana shunday yigit qizlar bu to'g'ri. Istiqbolli yoshlar bu xato, chunki mana bu yerda istiqbolli ishlanmalar bo'ladi. Bu xato. Yigit qizlarni rag'batlantirish, mana yigit qizlarni qo'llab-quvvatlash deyishimiz kerak edi. Bu xato. Motivatsiya berish maqsadida bu ham xato. Chunki maqsadida so'zi bu ko'makchi bo'ladi. Motivatsiya berish bir so'z. Maqsadida bilan bog'lanib, hech qanday bog'lanish bo'lib bilmaydi, chunki bog'lanish bo'lishi uchun kamida ikkita mustaqil so'z bo'lishi kerak. Jonli efir saqlanadimi deyilibdi. Jonli efir saqlanadi va YouTube kanalimizga joylanadi. Vazifa shakllari lug'aviyga kiradimi deyilibdi. Lug'aviyga kiradi. Lug'aviy qo'shimchalari o'sha fe'llardagi nisbat qo'shimchalari, fe'llarning vazifa shakllari, o'sha harakatnomi, sifatdosh, ravishdosh hammasi kiradi. Keyin fe'llarning modal shakllari bor, harakatni kuchli kuchsizligini bildiradigan qo'shimchalar, ular ham kiradi. Demak, bu yerda S javobda ishlanmalarga ega. Mana bu yerda mana 3-qatorda ishlanmalarga ega to'g'ri, lekin o'tkazib kelinyapti xato, chunki bu bir so'z. Kesim nima qilyapti? Bir so'z bog'lanish bo'la olmaydi. Amaliy va startup, mana bu yerda amaliy, innovatsion, startup degan 3 ta so'z uyushdi va bular bir-biriga teng bog'lanadi. Amaliy va startup, innovatsion va startup deyishimiz mumkin, bu to'g'ri. Tanlovlar o'tkazib kelinyapti bo'lsa, mana bu yerda oxirida ega kesim bo'ladi, to'g'ri javob D bo'ladi. 12-testda qaysi gaplarda tire bir xil qoida asosida qo'yilgan? Dono xalqimiz aytadi, mehnatsiz rohat bo'lmas, savobsiz jannat bo'lmas. Mana bu birinchi gapda bo'lmas kesim nima? Rohat ega. Ikkinchi gapda savobsiz jannat bo'lmas. Bu yerda nima qilmas? Bo'lmas. Kesim nima bo'lmas? Jannat ega. Ko'rib turibsizlar, ikkinchi gapda nima qilgan? Kesim tushgan. O'sha kesim tushganligi uchun tire ishlatildi mana bu joyda. Ikkinchi gap, chin insoniy fazilatlar, ya'ni poklik, sofdillik, halollik bu nima bo'ladi? Ajratilgan bo'lak bo'ladi. Ajratilgan bo'lak. Mana shu joyini eslab qolish kerak. Misol uchun insoniy fazilatlar umumlashtiruvchi bo'lak, poklik, sofdillik bular uyushuq so'zlar emasmi deb chalg'ishimiz mumkin. Agar insoniy fazilatlar umumlashtiruvchi bo'lak bo'lganida, undan keyin 2 nuqta qo'yilishi kerak edi. Tire qo'yilganidan biz uni ajratilgan bo'lak deb ketamiz, ya'ni bog'lovchisini qo'shib aytib ko'rishlaringiz mumkin. 3-testda farzand loy bo'lsa, ona kuloldir. Bu yerda kuloldir kesim, kim? Ona ega. Ya'ni ega va kesim orasida qo'yilgan tiremiz. Shuning uchun ega kesimlarni belgilash muhim bo'ladi. 4-da oqillarcha o'ylamoq. Mana qaranglar, tansihatlikni, ezgu fikrni, poklikni, bular uyushuq so'zlar. Mana bu 3 narsa umumlashtiruvchi bo'lak bo'ladi. Ya'ni umumlashtiruvchi bo'lak gapni oxirida keladigan bo'lsa, uning oldidan tire qo'yiladi degan qoida bor edi. Demak, umumlashtiruvchi bo'lak. Narigi xonada quruvchilar ishga tushdi. Mana tireni oldida ishga tushdi kesim, kim? Quruvchilar ega. Bu birinchi gap.
Tireni iziga qaraymiz. Birdaniga taraq turib boshlandi. Nima qildi? Boshlandi kesim, nima taraq turib ega. Bu ikkinchi gap. Ya'ni tiredan oldin bir gap, tiredan keyin ikkinchi gap bo'lganligi uchun bu qo'shma gap hisoblanadi. Donolar shunday deydi: aytilgan gap otilgan o'qdir. O'qdir kesim, nima gap ega. Bu yerda tiri egadan keyin qo'yildi va biz buni ega va kesim orasida deb olamiz. Endi mana bu qoidalarga qarasangizlar, bir xil qoida 3-chi va 6-chi gaplarda bo'lganligi uchun to'g'ri javob nima bo'ladi? B javob bo'ladi. 13-chi test. Zapis bo'ladi va YouTube ga joylanadi. Demak, Erkin Vohidovning Ruhlar isyoni dostonida keltirilgan parcha bor. U kun Budda, mard agar sen dardni ichga yut degan, ur yuzingga ursalar, bu yuzingni tut degan. Mana shu parchada qanday ma'no bor? Javob deb bo'ladi: hindlar isyon qilmasligi, sabr qilishlari kerakligi uqtirilgan. 14. Garov hikoyasidan parcha berilgan. Mana shu parchada ajratib ko'rsatilgan joyiga e'tibor qilinglar. Ya'ni o'sha huquqshunos bilan bankir ikkalasi garov o'ynaganidan keyin oxirida o'sha bankir xato qilganligini, bu garovni nima foydasi bor, nima yo'qligini o'ylanib qoladi va mana shu fikrlarni o'ylaydi. Bu narsa odamlarga o'lim jazosining beshavqatligini anglatadimi yoki umrbod qamoq jazosining afzalliginimi? Ya'ni garovni nima keragi bor, kimga foyda degan bir xulosaga keladi. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob B javob bo'ladi. U garovning ikki tomonga ham naf keltirmasligini anglab yetadi. 15-testda bu bayt tushmagan, ya'ni nima kiritganmiz? Qo'shimcha. 16-testda Abul Fayzxon dramasining voqealari xato izohlangan javobni aniqlang. A-da asarda Eron shohining siyosat bobida nihoyatda ustaligini ko'rsatib turuvchi voqealar tasviri mavjud. Ya'ni haqiqatda Eron shohi o'sha Nodir shoh qanday edi? Nihoyatda siyosatda usta edi. Shuning uchun aytadi, biz bir o'lkani bosib olmoqchi bo'lsak, oldin o'sha yurtdan o'zimizga do'st topamiz. Endi uni nazdida do'st aslida o'sha sotqin xiyonatkorlarni topib, ularni ishga soladi. Asarda Nodir shoh o'sha Buxoro xonligidagi Hakimbey, uning o'g'li Rahimbey kabi xoinlardan ustalik bilan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. B javobda asarda dinni to'g'rilaymiz deb dunyoni harom qilgan mullalar, diniy ulamolarni bir madrasaga qamab, ustidan o't qo'yib yondirish kerak degan tasvirlar uchraydi. Bu to'g'ri. Bu fikrlar aynan Ibrohimbiy nutqidan olingan. Ya'ni bu asarda Ibrohimbiy xalqparvar bir qahramon qilib tasvirlangan. Ibrohimbiy aytadi: "Men kuyovim Rajabxo'ja bilan birga Abul Fayzxonga qarshi qo'zg'olon ko'targanimizda reja qilganmiz. Agar Buxoroni egallaydigan bo'lsak, barcha mullalarni bir madrasaga qamab ustidan o't qo'yamiz. Yurtimizni xonavayron qilgan shular" degan fikrni keltirib o'tadi. S javobda asarda haqiqatni ulug'laydigan, xalq manfaatini ko'zlaydigan davlat amaldorining tasviri uchraydi. Bu to'g'ri, o'sha Ibrohimbiy. D javobda asarda qizini xonning nikohiga berishni istamagan bir amaldorga nisbatan podshohning adolatli ish tutishi, marhamati aks ettirilgan. Hatto bu Farhod otalik so'ralib turibdi. O'sha Farhod otalik qizini bermaganidan keyin Abul Fayzxon unga nisbatan adolat qilmaydi, balki uni o'limga hukm qiladi. D javob noto'g'ri bo'ladi. 17-savol. Bu savol kelmagan. Ilmiy matn shart emas. Hikoya, repetitor hikoyasi o'shanda tushgan. Bu endi shart emas. Mana bu yerda ohima yo rozi birdan kulmagin kam qilmadi. Bu g'azal ham o'sha nimada tushgan. Aynan g'azalning o'zi va aynan imtihonda tushgan testlar keltirilgan bu yerda.
g'azal, ilmiy matn, badiiy matn o'qish savodxonligi qismida takrorlanish kuzatilmagani uchun bu joyni nima qilib o'tirmaymiz. Demak, yopiq savollarga o'tamiz. Yopiq savollarda jadval moslashtirishimiz kerak. Ichki idrok amriga bo'ysunsang, katta inson bo'lasan. Ikkinchi darajali, mana ikkinchi darajali, ya'ni ko'z sezgisi. Bu yerda o'zi ya'ni degan bog'lovchini ham berib qo'yibdi. Biz ya'ni bog'lovchisi yordamida nimani topamiz? Ajratilgan bo'lakni topamiz. Shuning uchun javob bo'ladi 33 ta. 34. Narigi stolning ustida turgan qizil konvertdagi xatni ochar ekan, ey aziz dugonam, bayraming bilan degan so'zlarga ko'zi tushdi. Bu yerda e'tibor qilinglar, bayraming bilan, tug'ilgan kuning bilan kabi jumlalarni nutqimizda ishlatamiz. Bularning ma'nosi nima? Bayraming bilan tabriklayman, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman degan ma'noni bildiradi. Bu yerda o'sha tabriklayman degan kesim tushib qoladi. Kesim tushadigan bo'lsa, bu to'liqsiz gap bo'lishini bilasizlar, f bo'ladi. E'tibor qaratish kerak mana shu qoidaga. 35. Qanday sevsa bo'lur bilmayman insonni. Demak, mana shu yerda kesimga qaranglar. Sevsa bo'lur kesim. Kesimda sa qo'shimchasidan keyin bo'lmoq fe'li keladigan bo'lsa, bunday gaplar shaxsi noma'lum gaplar hisoblanadi va bunday gaplarda egani topa olmaymiz. Masalan, kim sevsa bo'lur deb ayta olmaymiz. Aynan mana shu joyida egasi noma'lum gap qatnashgan. Shaxsi noma'lum desangizlar ham bo'ladi. S javob bo'ladi. Endi 36-da ajratib ko'rsatilgan har uchala so'z bilan ma'nodosh bo'ladigan so'zni yozishimiz kerak. Xasis odam, chidamli mato, uddaburon bola. Bu yerda pishiq so'zi to'g'ri keladi. Ya'ni xasis odam deganda o'sha ziqna, to'g'rimi? Pishiq odam birovga bir nima bermaydi. Chidamli mato desak ham pishiq mato, uddaburon bola pishiq bola deyishimiz mumkin. 37-testda tinish belgilarini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana 37-testda bizda asosan o'zi ko'chirma gapni, qo'shma gaplar beriladi. Bunda birinchi muallif gapni, keyin ko'chirma gapni belgilab olishimiz kerak. Mashhur rus adibi Tolstoy, mana mashhur rus adibi Tolstoy degan edi o'zining iqrornoma kitobida. Mana shu joyi muallif gap hisoblanadi. Keyin oradagi haqiqiy baxt daryoga o'xshaydi, qanchalik chuqur bo'lsa shunchalik shovqinsiz oqadi. Bu Tolstoyning gapi, ya'ni ko'chirma gap hisoblanadi. Bunday holatda nima qilamiz? Ketma-ketlikka qaranglar. Muallif gap boshida kelgani uchun 2 nuqta qo'yamiz. Mana 2 nuqta qo'yamiz. Ko'chirma gap boshlanishidan oldin qo'shtirnoq ochamiz. Mana shu joyda oqadi degan joyda ko'chirma gap tugaydi. Qo'shtirnoq yopamiz. Qo'shtirnoq yopilishi bilan darrov boshda virgul, keyin tire qo'yish kerak. Va mana bu gapning oxiriga bitta nuqta qo'yamiz. Endi ko'chirma gap va muallif gapni tinish belgilari tugadi. Muallif gapni alohida, ko'chirma gapni alohida o'qib ko'ramiz. Mashhur rus adibi Tolstoy degan edi o'zining iqrornoma kitobida. Mana bu yerda iqrornoma asar nomi bo'lgani uchun biz buni qo'shtirnoq ichida yozamiz. Endi ko'chirma gapni ichiga qaraymiz. Haqiqiy baxt daryoga o'xshaydi. Nimaga? Nimaga haqiqiy baxt daryoga o'xshaydi? Biz mana shu gapni izohlashimiz kerak. Izohlamoqchi bo'lsak, bu yerda biz nimadan foydalanamiz? 2 nuqtadan foydalanamiz. Endi izohlaymiz. Qanchalik chuqur bo'lsa, sa qo'shimchasi bu kesim, ergash gapning kesimida keladi. Shuning uchun chuqur bo'lsa, nima qilsa kesim, sadan keyin hamisha virgul qo'yiladi. Shunchalik shovqinsiz oqadi. Tugadi. Endi mana shu ketma-ketlikni javoblar varaqasiga yozishimiz kerak bo'ladi. Dastlab 2 ta nuqtani belgilaymiz. Keyin qo'shtirnoq mana shu shaklda yoziladi. O'xshaydi 2 nuqta, chuqur bo'lsa virgul,
shovqinsiz oqadi, qo'shtirnoq yopiladi. Mana bu joyda virgul, keyin tire, iqrornoma uchun ochamiz va yopamiz, tashqariga bitta nuqtani qo'yamiz. Demak, biz 38-testga keldik. Demak, davom qilamiz 38-testda. Gapda qaysi qo'shimchaning qo'llanishi bilan bog'liq uslubiy xatolik kuzatilgan? Hamma eshikdan birinchi bo'lib kirib kelgan odamga "Xush keldingiz" deya o'sha musofirni quchoq olib kutib olishdi. O'rtada "Xush keldingiz, endi bir kecha mehmonimiz bo'lasiz", u ko'chirmaga bizni chalg'itish uchun turibdi. Biz muallif gapni o'qiymiz. Hamma eshikdan birinchi bo'lib kelgan odamga deya o'sha musofirni quchoq ochib kutib olishdi. Mana bu yerda kutib olishdi kesim kim? Hamma ega. Qaranglar. Hamma kutib olishdi deyish bu xato. Hamma kutib oldi bo'ladi. Chunki hammani o'zi ko'plik ma'nosini bildiryapti, egani o'zi. Shuning uchun biz kesimimizda mana bu ish degan birgalik nisbat qo'shimchasi u ortiqcha. Javob bu yerda ish bo'ladi. Shu qo'shimcha xato. 39. Kelinoyim orqali berib yuborgan xatingizni oldik. Tinch ekanligingizni eshitib juda xursand bo'ldik. Soni ikkinchidan bizdan ahvol so'rasangiz biz ham salomatmiz. Soni, ya'ni ikkinchidan. O'sha soni degan so'z ikkinchidan degan ma'noni bildiradi. Shu so'zni aynan o'zini ma'nosi keltirildi. Bu ajratilgan bo'lak bo'ladi. Bilasizlar, ajratilgan bo'lak qavsda ham yozilishi mumkin. 40. Demak, so'zlarni bog'lashimiz kerak. Gapda ajratib ko'rsatilgan so'z qaysi so'zga tobelangan? Gapda ajratib ko'rsatilgan so'z qaysi so'z bilan teng munosabatda bog'langan deyapti. Jihatlar degan so'z ajratib berildi. Aksincha, oilaviy munosabatlardagi ijobiy jihatlar ishdagi yoki boshqa sohalardagi muvaffaqiyatlarning sababchisini ko'rsatish lozim bo'lsa, mana shu joyida oilaviy munosabatlardagi ijobiy jihatlarning ishdagi yoki boshqa sohalardagi muvaffaqiyatlarning sababchisini ko'rsatish lozim bo'lsa, jihatlarning va muvaffaqiyatlarning degan ikkita so'z bir-biri bilan uyushib teng bog'langan. Demak, bu ikkalasi ham sababchisini degan so'zga tobelanib bog'lanadi. Ijobiy jihatlarning sababchisini. Demak, A javobga sababchisi deb yozishimiz kerak. Endi qaysi so'z bilan teng munosabatda bog'langan desa, jihatlarning va muvaffaqiyatlarning virgul yordamida uyushib turibdi. Shuning uchun bu bilan teng bog'langan so'z muvaffaqiyat bo'ladi. 41. Birinchi va ikkinchi gaplarni qaysi bog'lovchi yordamida bog'lashimiz mumkin? Jarchi baland ovozda baqirib gapirishga majbur, chunki u so'zlarini ko'pchilikka yetkazishi kerak. Bu yerda chunki degan sabab bog'lovchisidan foydalanamiz. B savolda natijada qo'shma gapning qaysi turi hosil bo'ladi? Chunki bu ergashtiruvchi bog'lovchi. Agar ergashtiruvchi bog'lovchi keladigan bo'lsa, bilasizlar, ergashgan qo'shma gap hosil bo'ladi. 42. Sayyod va sayd so'zlari baytda ajratib ko'rsatilgan va o'sha so'zlar orqali qanday she'riy san'at hosil qilingan va biz o'sha she'riy san'atni izohlashimiz kerak. Ul ko'zi sayyod, agar jon qasdi aylar saydga, ollida o'ligay bo'lib jon birla minnatdor sayd. Qaranglar, agar so'zlarni ostiga chizib ko'rsatadigan bo'lsa, sizlar bu yerda nimaga e'tibor qaratishlaringiz kerak? O'sha ajratib ko'rsatilgan so'zlarda qanday san'at borligini qarashimiz kerak. U baytni so'rab turgani yo'q. Masalan, baytda bir nechta she'riy san'at bo'lishi mumkin, lekin bizga aynan o'sha belgilangan so'zlar kerak. Sayyod va sayd so'zlari arab tili nuqtai nazaridan o'zakdosh so'z. Ikkalasini ham o'zagi s-y-d, sayd. Demak, o'zakdosh so'zlarni qo'llanishi bu ishtiqoq degan san'atni hosil qiladi.
Endi she'riy san'atni izohi yoziladigan bo'lsa, o'zakdosh so'zlarni qo'llash deb yozamiz. O'zakdosh so'zlarni qo'llash. 43-test. Qofiya tahlili bilasizlar, 43-raqamda doimo qofiya tahlili so'raladi. Qofiyadosh so'zlarimiz qani? Misraning oxirida imkondir, duraqshondir qofiya bo'ladi. Raviyni yozishimiz kerak. Imkon va duraqshon raviy qofiyaning asosida bo'ladi. N tovushi raviy, n deb yozamiz. Raviyning o'rniga ko'ra qofiyaning qaysi turi hosil bo'ladi desa, imkon, duraqshon asosdan keyin nima bor? Dur degan qo'shimcha bor. O'sha qo'shimcha keladigan bo'lsa, asosdan keyin bu mutlaq qofiya bo'ladi. Endi 44-testga e'tibor qaratamiz. Bu yerda bizga qita berilgan. O'sha qitada qanday illat qoralangan va qanday fazilat ulug'langan deyapti. Navoiy tilingni asragil zinhor. Ya'ni Navoiy sen tilingni asra desang, yemayin dahr ishidin fusus. Dahr degani dunyo, mana yozilib turibdi. Fusus bu afsus. Ya'ni bu dunyo ishida, bu dunyo ishlarida afsus yemayin desang, tilingni asra. Nazar qil, qara. O'qning og'zi tilsiz bo'lgani uchun tojvarlar bilan, tojvar degani hukmdor, hukmdorlar bilan dastboz qiladi, ya'ni ulfat bo'ladi, do'st bo'ladi o'q. Qancha tojvarlar, hukmdorlar kesadi boshini, nimani boshini kesadi hukmdorlar? Hangomsiz, vaqtsiz nag'ma tortadi, sayriydi xuruz, ya'ni xo'roz vaqtsiz sayragani uchun uni boshini kesadilar. Bu yerda qanday illat qoralangan desa, o'rinsiz so'zlash yoki o'rinsiz gapirish desangizlar ham bo'ladi. Qanday fazilat ulug'langan desa, tilni tiyish deyishlaringiz mumkin. Bu qita 2 marta tushgan, ya'ni birinchi holatda mana shu shaklda tushgan, keyingi imtihonda esa mana shu qita kelganida savol yozilgan, ushbu she'rning janri nima deyilgan, qita deb yozish kerak edi va ushbu she'riy parchada nima uchun xo'rozning boshini kesadilar degan savol bor. Buning javobi bemahal qichqirgani uchun deyishimiz kerak edi. Mana mazmunidan ham nima qilib turibmiz? Buni ko'rib turibmiz. Demak, shu bilan mana shu grammatikaga oid o'sha testlarning tahlilini tugatdik. Bu jonli efir yozib olinadi va YouTube ga joylanadi. YouTube'da takroran ko'rishlaringiz mumkin va bundan tashqari o'sha Instagramda xudo xohlasa o'sha imtihongacha deyarli har kuni desak ham bo'ladi, har kuni jonli efir qilish rejalashtirilgan. Ya'ni biz bu yerda o'sha asosiy badiiy asarlarga, mana shu takroriy o'sha bizga kerak bo'ladigan test savollariga e'tibor qaratamiz, tahliliga. Bundan tashqari esse bo'yicha ham o'sha YouTube ga ma'lumotlarni joylab, o'sha biz uchun kerak bo'ladigan esse yozish talablari va esse mavzularini o'sha muhokamalari bo'ladi. O'sha kanalda biz uchun kerak bo'ladigan esse mavzulari berilgan, o'sha mavzular bo'yicha qisqacha bitta jonli efir nima qilinadi. Aynan qanday mavzuda jonli efirni qachon, soat nechada o'tkazishimni o'sha kanalga, Telegram kanalimizga yozib qo'yamiz. Demak, hozircha jonli efirimizni tugatamiz.